Assalomu alaykum bizning kanalimiz qadrli obunachilari. Hozir biz sizlar bilan bo'ladigan videomizda yangi sezon pas ketgandan keyin kelgan Drive Draft ochib ko'ramiz. Qani ketdik. Xo'sh, sxema 5-3-2 ni tanlaymiz. Kuchaytirilgan Kilian keldi. Bu yerga David Raya, qanotga Di Marco yoki Mendes. Xo'sh, Mendes. Himoyaga Guehi, Van de Ven. Tezliklari yaxshi. Van de Ven tanlaymiz, bo'ylari ham uzun. Bu yana bitta himoyaga bu yerda ham bo'yi uzun bo'lgan Harry Maguire. Himoyaga yana bir bor bu yilgi Chempionlar Ligasining g'olibi Marquinhos va o'tgan mavsum Barselonada yaxshi o'yinlar ko'rsatgan Jules Koundé. Yarim himoyaga yana bitta Chempionlar Ligasi g'olibi Joao Neves va old Real Madrid afsonasi Luka Modric. Bu yerda mavsumni yaxshi o'tkazgan Chalhan o'g'lini tanlaymiz. Hujumda gap so'zsiz Usmon Dembele. Zaxira tomon kimni tanlasak bo'larkan? Bu uzun o'yinchilardan kim bor? Mana bu Falcon degan o'yinchi bor ekan. Himoyada tezliklari yaxshi bo'lganini ko'ramiz. Alejandro Balde tezliklari yaxshi ekan. Yana bir marta tezligi baland bo'lgan o'yinchi tanlaymiz. Bu Fransiya himoyachisi Lac Royce. Menimcha ismi shunaqa bo'lsa kerak. Va Manchester Cityga Braziliya milliy transfer qilingan Elliot Anderson yosh o'yinchi. Bu yerga ham tezligi yaxshi bo'lgan o'yinchi yaxshi bo'ladi. Lekin mayli, mana shu qit'adoshimizni tanlaymiz. Keicho Sano. Bu yerga Koman. Mayli, Koman zo'r sariq kartada. Va bu yerga Jahon chempionatida to'plar bo'la olgan va boshrolardan chiqib ketgan Kai Havertz. Bu yerga qiyin tanlov. Hammasi yaxshi o'yinchi. Va biz Mateus Cunha'ni tanlasak ham bo'lar ekan. Do'stlar, akkauntning reytingi 82.8 bosamiz. Va 5 bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? Yaxshi tarkib bo'ldi. Hozir qilsak Gilan. Xo'sh do'stlar, bugungi video tugadi. Sog' salomat bo'linglar.